Hammaga salom do'stlar. Bular Shadow o'z. Ular bugun qanaqadir challenge yoki qanaqadir Minecraft yoki qanaqadir ukam bilan video yoki qanaqadir narsa emas, mening tarixim haqida gaplash. Mening tarixim ya'ni yuzimni ko'rsataman, butunlay boyqushda tug'ilib o'sgan tarixim emas. Minecraft tarixim. Ya'ni men qanaqa Minecraftlarda o'ynaganman, qanday qilib Minecraftga kirib kelganman va birinchi Minecraft YouTuberim va birinchi YouTuberim kim bo'lgan, birinchi o'ynagan o'yinim nima bo'lgan? Mustafa aytadi. Yo'q. Shunday yordamlashamiz. Va u ham eslab qolganini aytadi. Qani, endi videoga go. Xullas, birinchi bo'lib Minecraftni meni kim olib kelganini aytib o'tsam. Bu mening bir qarindoshim, Mahdi. Ya'ni qo'shnimiz degandek. Xullas, u bizning qarindoshimiz edi. U Kompotni muxlisi edi. O'shandan beri biz Kompot muxlisimiz. O'zi birinchi blogerimiz bu o'zi tanigan Kompot bo'lgandi. Shuning uchun eng birinchi videomiz birinchi o'rinda Kompot bo'lgan. Meni anundaqam o'shandan beri o'sha odam menga Kompotni o'zi ko'rsatgan-da, to'g'rimi? Xullas, o'shandan beri Kompotni muxlisi bo'lib kelganmiz. Lekin qanaqa akacha sizlarga qanaqa Minecraftni o'ynaganim qiziq, to'g'rimi? Sizlarga u ham meni o'sha tanishimiz ham o'zi Minecraftni bizga o'rgatgandi. Biz bo'lsam qanaqadir birinchi o'ynagan o'yinimiz bu Subasiv bo'lgan. Unda Subasivdan buvam telefonda Subasiv bor edi. O'shandan beri haqiqatan o'zi Minecraftni biz bilmagandik. Orada chiqqanda, bu qanaqa yo'q, biz o'zi chiqmagan-ku. Chiqqan hali shortisiga. Nima qanaqa o'yin? Xullas, keyin birinchi o'ynamagan, lekin Mahdi ko'rsatgan narsa. O'yinimiz mana. Qaranglar, obunachilar, birinchi men o'ynagan Minecraft mana shu. Biz mana Minecraftlarni borligini ham, mana original Minecraftni, Xullas, mana eng birinchi mashi Minecraft mana. Xuddi shunaqa paytini tortdim, qanaqa qilibligini so'ramanglar, keyinroq o'rgatarman qaysidir videoda. Xullas, mana. O'zini tortolmadim, bitta mod bilan tortdim mana. Xuddi shunaqa edi. Akamiz unda boshqa qishloqlar topdi, bunaqa bo'lib ketibdi. Kompotga o'xshagani uchun mana shu Minecraftni yaxshi ko'rib qolganman men. Bu videoda ikkinchi qismi ham chiqadi, xullas. Shunaqa bo'lganda, xuddi shunaqa Minecraftni mazza qilib o'ynaganman, obunachilar. O'ynamaganman, ko'rganman xolos. Har doim Mahdiylakka borsa ko'rsatardi menga qanaqa Minecraftligini. Mana deb. O'sha kanalimda 157 ta obunachim bor. Ha, do'stlar. Bu juda ham katta natija. Shuning uchun aytgancha birinchi blogerim o'zi yosh bola edim, laterlikki bo'lgan, lekin Minecraft blogeriga keladigan bo'lsa, bu Kompot. Xullas, mana shu o'yin edi. Keyin biz boshqa o'yindi. Ya'ni Mahdilar keyin boshqa joyga ko'chib ketdi. Yo'q. Biz keyin u ko'chib ketgan. Bu o'zi Minecraft buni tortish, bu Minecraft yangilashib ketgan. Keyin biz ham Google Play'dan tortganmiz bu Minecraft, o'yin o'rganamiz. Keyin oxiri nimadir bo'lganda, mana Google'ga kirib yozing. Qanaqadir qilib yangilashib ketgan. Keyin mana shunday. Faqat bizda hozirgi o'ynayotgan versiyamiz bo'lgan. Bu 14.9 emas, 0.14.3 versiya edi. Bu mashaqa bo'lib ketgan, lekin biz aynan mana shu Minecraftda o'ynaganmiz. To'g'rimi? Vashshe ko'p o'ynaganmiz. 5 oy o'ynaganmiz mana shu Minecraftni. 5 oy o'ynab bo'lganimizdan keyin bo'lsa, mana hozir ko'rsatib, bunaqaga kirib
Mana hozir kuttiringlar. Mana yangi Minecraft chiqibdimi? Mayli, hozircha bunga ahamiyat bermaymiz do'stlar. Mana shu bas. Qattaydi. Hammaga salom. Mana mashina tortuvdi mana uyda. Mana Roxcraft Zone. mashina tortuvdi, lekin bu ham hozircha yangilashibdi. Lekin bu oddiy. Do'stlar, mashina tortuvdi. Buni xo'p 1 yil o'ynaganmiz naq. Keyin bo'lsa endi aytsak, endi o'sha paytgacha Sancho'ni faqat bilganmiz. 2023-yilda bilan 2022da vashim. 2024da bo'lmagan, kam bo'lgan. O'sha paytlarda vashim zo'r narsa qilardi. O'shandan beri o'sha Minecraft o'ynagandik. Keyin bo'lsa obunachilar, qaysi Minecraft tortganimizni aytaymi? Bo'lsa biz boshqa uyga ko'chib ketganmiz. Keyin attani ko'chib ketganmiz. Keyin Craftsman deb turaveramiz. Craftsman Dragon. Ana birinchidan. Mana mashinaga o'tamiz. Buni nariga qo'shimiz tavsiya bergan. Bu bizga vashshe yoqqan, juda ham yoqqan o'zi ham. Buni 3 hafta o'ynaganmiz xolos. 3 hafta o'ynaganimizdan keyin yana bir nimada qo'shinimiz keyin minadigan. Craftsman 5. Buni naq 2 yil hozir yo'q bo'lib ketgan, hozir uni topaylik. Hozir o'chib ketgan-da. Obunachilar, hozir Google'da topaman. Topdi, mashina naq yana 6 oy o'ynaganmiz. 6 oy. Keyin 1 yil o'ynaganmiz. 6 oydan keyin 1 yil bas. 6 oy. Ha, bu hozir ham o'ynaydi. YouTube kanaliga kirib ko'rsalaring. Xullas 6 oy o'ynaganmiz mashina. Faqat 6 oy, 1 yil bas. Keyin bo'lsa, va nihoyat qo'shinimiz bizga mod tushirishni o'rgatgan. To'g'rimi yo'q? Zo'r modlar. Birinchi modlarimiz qayerda bo'lganini ko'rsatmabmiz-ku mana. Men o'zim kafolat beraman haqiqiy Minecraftga ham. Bu Modcraft biz mod salaring o'zi mana birinchidan chiqadi. Mashina tortganmiz, vashshe zo'r o'rgatgan ham oson. Ular buna bo'lgandan keyin kanalimda ko'rsatganman qarab. Ha, 3 oy ashuni o'ynaganmiz. Keyin bo'lsa va nihoyat kutgan davrlaring haqiqiy Minecraftga yetib keldik. Sizni kanalingiz mod tushirganingizni ko'rsatgansiz, kanalingiz nomi nima deyapsizlar? Menga Muhammadiyo 7075 legenda. Va yana bir marta qaytaraman, men kanalimiz Muhammadiyo 7075 legenda. Kirib albatta like bosinglar. Xullas do'stlar, mana shuni va nihoyat qanot tortishni o'rgatgan. Va nihoyat mana skachat deysizlar, Kimga kerak bo'lsa tortib olaver. O'zim o'rgataman. Xullas mashina skachat qilishni keyingi videoda o'rgataman. Mashina keyingi videoda. Xullas ashundan keyin biz Minecraftni tortalmaganmizda yana Craftsmanga o'tib ketaverganmiz. Craftsmandan keyin sal zerikkanmizda ham sekin kiradigan bo'lib qolgan. Keyin bo'lsa va nihoyat hamma tanigan, hamma qilgan, hozir yangilashib ketgan bo'lsa ham, lekin juda ham Minecraft deyarli hamma mashina o'yinda tortib olgan qattaydi. Mash Minecraft do'stlar, bunda va nihoyat ukam bilan ulanishni o'rganganmiz. Va nihoyat butun sizlar kutgan payt keldi. Buni 1 yil o'ynaganmiz. Ishonmasalaring 1 yil o'ynaganmiz. Ha do'stlar,
Hozir tortkim kelyapti. Yana mana shu Minecraft'chi. To'g'ri. Keyin 1 yil o'ynab bo'lganimizdan keyin bo'lsa, men YouTube'dan bir video topdim. U bizni Minecraft'larni yomonlab mana bu epicki Minecraft'ga o'tdi. Mana shu Minecraft'ga o'tdi. Mana o'tdi. Hozir turaylik. Mana shu Minecraft'ga o'tdik. Takoy bilmayman, imperiyam bor degandim-ku. Xo'sh, nima bo'lyapti? Qataba. Zombi meni o'ldirdi. Xullas, shu Minecraftda vashi ko'p o'ynaganmiz. Yana bir yil o'ynaganmiz. Ya'ni 2025-yil. 2025-yil. Va nihoyat. Sizlar bizni albatta u paytgacha mana u Minecraft yangilandi, boshqa narsalar yangilandi, shunchaki ularda aytkim kelmadi. Va nihoyat o'zimizning epicki Minecraft, shaderli Minecraftga o'tdik. Bu juda ham zo'r, juda ham zo'r. Yaxshi. Ancha o'yna. Buni ham o'zi tortganimizga unchalik ham ko'p bo'lmadi. 2025 da tortdi. 2025da oxirrog'ida dekabrlarda. Nechinchidir? Yangi yilga kanikul berilgandi. Yangi yilga kanikul berilgan. O'shanda o'sha bratuhamizni narsasini ko'rib ko'rgandim. O'shandan beri shu Minecraftni tortdim. Albatta oldingi videoda mana bularni oldingi videodan keyin juda ham ko'p Minecraftlar tortdim. Masalan, mana mod tushirsa bo'lar ekan, lekin men qilolmayapman. Kimdir bilsa, albatta o'rgatasizlar degan umiddaman. Mana bunaqa deyapti. Mana hozir qishloq yo'q, qishloq mod yo'q, BTLC'lar bor. Mana qishloq mod yo'q. Lekin yaxshilab harakat qilsalaring mod bo'ladi. Xullas, videomiz shulardan iborat edi. Bo'ldi. Bizga like bosib, kanallarimizga obuna bo'linglar. Iltimos, ko'proq podpisчик kerak bizga. Mana shu ko'rdilaring, mana adashmasam 4 yoki 5 yoshligimdan beri narsa shunchaki atiga 12 minut ichida gapira berdim. Respekt. Hozir o'zi 10 yoshdaman. 4 yoshligimni, 5 yoshligimni aytib berdim. Mayli, videoga like bosamiz, kanalimizga obuna bo'lamiz. Shu videodan keyin haqiqiy Minecraftni qanday qilib skachach qilishni o'rgataman. Qani unda, xayr.